Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Epsteynning kirdikorlari fosh bo'lgandan keyin qaysidir ma'noda men Amerikani juda ham yomon ko'rib qoldim. Ha, albatta yaxshi odamlar bor va yomon odamlar bor. Lekin alhamdulillah O'zbekistonda tug'ildim. Albatta har bir qilgan ishimiz uchun javob beramiz. Hammasi, yaxshisi ham yomoni ham kitobimizga yoziladi. Bugun beparvo bo'lgan gunohlarimiz ertaga albatta bizdan so'raladi. Inson unutishi mumkin, ammo vijdon unutmaydi. Alloh kechiruvchi, lekin adolatli. Har bir qadamimiz uchun hisob kitob bor. Shuning uchun ham kech bo'lmasdan to'xtaylik. Tavba qilaylik. To'g'ri yo'lni tanlaylik. Chunki oxir oqibat albatta qilgan gunohlarimiz uchun javob beramiz. Ha, o'sha haqiqat. O'lamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Butun dunyoda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Epsteyn haqida bugun gaplashamiz o'rtoqlar. Xo'sh, Jeffrey Epsteyn o'zi kim? 1953-yil AQShda kambag'al yahudiy oilada dunyoga kelgan. Ushbu shaxs keyinchalik badavlat insonga aylandi hamda atrofida ham doimiy AQShning, Yevropaning badavlat insonlari bo'lgan. 2008-yilda jinsiy zo'ravonlik uchun sudlangan, ammo jazosini mo'jizaviy tarzda ozodlikda, ochiqlikda o'tagan. 2018-yilda qayta qo'zg'atilgan jinoyat ishi uni qamoqxonagacha olib keldi hamda 2019-yilda qamoqxonada o'z sudini kutayotgan paytida o'z joniga qasd qildi. Lekin ko'pchilik odamlar uning o'z joniga qasd qilganiga ishonmaydi. Nima uchun ishonmaydi? Uni sirli ma'lumotlarni ochiqlamasligi uchun o'ldirishgan ham deyishadi. Gap shundaki, u pedofiliyani, ya'ni 18 yoshga yetmagan, voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa qilishni hamda jinsiy zo'ravonlik qilishni biznes darajasigacha olib chiqqan. Hamda uning xizmatlaridan juda ko'p mashhurlar, juda ko'p taniqli siyosatchilar foydalangani aytiladi. Taxminiy mijozlar orasida esa uning 15-20 yillik do'sti Donald Trump ham bor. Ya'ni hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti. Pedofiliya o'zi nima? Pedofiliya bu voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy qiziqish bo'lib, u og'ir jinoyat va jamiyat uchun katta xavf hisoblanadi. Bolalar begunoh, ular o'zini himoya qila olmaydi. Shu sabab bolalarga nisbatan har qanday zo'ravonlik qonun va vijdon oldida kechirilmaydi. Hurmatli o'rtoqlar, agar shunga o'xshagan holatlarni o'zimizda ko'rsangiz, hech qachon jim turmang. Bolaning hayotini himoya qilish barchamizning burchimiz. Farzandlaringizga ehtiyot bo'ling. Iloji boricha ularni yolg'iz qoldirmang. Ular maktabga qanday borib kelyapti yoki o'zingiz olib borib keling, voyaga yetgunicha. Chunki hozirgi paytda albatta bolalar o'g'risi ham bo'lishi mumkin va mana shu pedofillarga o'xshagan odamlar ham bo'lishi mumkin. O'zingizni va farzandlaringizni ehtiyot qiling. Hurmatli do'stlar, videoni mana shu yerda to'xtatib, bitta like va izoh yozib qo'ying. Rahmat. Epsteynning bir nechta orollari bo'lgan. Ularning orasida eng mashhuri esa St. James oroli. Uni Epsteyn oroli ham deb atashgan. U yerdagi qasrida turli ko'ngilochar kechalar tashkil etilgan va maxsus VIP mehmonlarini ushbu orolga o'z shaxsiy samolyotida olib kelingan. Va aytilishicha, u yerda 13-14 yoshli qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar har doim qilib borilgan. Ammo bu hammasi emas o'rtoqlar. Epsteyn orolidan tashqari Manhattan, New Mexico hamda Parij shaharlarida mana shunday ko'ngilochar kechalar tashkillashtirilgan va taniqlilar, siyosatchilar hamda badavlat insonlar tomonidan voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar sodir etilgani aytiladi. Hamda eng qizig'i, bu jarayonlar Epsteyn tomonidan tasvirga olingan va qanaqadir isbot sifatida saqlanib kelingan.
Ko'plab tahlilchilar Epstein ushbu videolarni bejizga olgan emas. U Isroil razvedkasiga ham xizmat qilgan va ko'plab taniqlilarni, badavlat insonlarni hamda AQSh elitasi vakillarini richak sifatida ushlab turish uchun aynan Epsteindagi videolardan, tasvirlardan, fotolardan foydalanishgan degan ma'lumotlar keng tarqalmoqda. Albatta bu hali o'z isbotini topmagan. Ammo mana shunday holatlar o'z isbotini topadigan bo'lsa, juda ko'pchilikning sho'riga, ahvoliga maymunlar yig'laydi. Jumladan Donald Trampning ham. Epsteinning ma'lumotlari nima uchun hozir tarqaldi? Oldin emas. Nima deb o'ylaysiz? Bizni nimadan chalg'itishyapti? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Meni fikrim bo'yicha, albatta bu mening shaxsiy fikrim, Falastin va Ukraina masalasi qaysidir ma'noda bir chetda qolib ketganga o'xshaydi. Yana bilmadim. Epstein dunyodagi eng boy odamlardan biri. U parda ortida nimalar bilan shug'ullangan? Epstein oroli, u yerda aslida nimalar bo'lgan? Jeffrey Epstein amerikalik moliyachi bo'lib, AQSh elitalari va jahon darajasidagi yulduzlar bilan juda yaqin aloqalarda bo'lgan. Masalan, Trump, Clinton, Michael Jackson. Xo'sh, uning orolida nima bo'lgan? Bu oddiy orol emas edi. Bu qiynoqlar oroli edi. Tahqir va odamlarni qullikka sotish joyi. Jirkanch biznes. Xabarlarda aytilishicha, ular qizlarni, bolalarni aldashgan, birinchi o'rinda ularga yulduzlikni taklif qilishgan, seni mashhur qilaman deyishgan, pul taraflanma juda ham katta yordamlar berishgan. Albatta yulduz bo'laman degan bolalar, qizlar bu gaplarga, bu ertaklarga ishonishgan. Bu vahshiy odamlar ularni birinchi o'rganishgan. Asosan kambag'al va pulga muhtoj odamlar, albatta ularning nayranglari qurboni bo'lgan. Va yana shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda suratlar tarqaldi, odamlarni pishirib yeyishgan. Albatta men ushbu rasmlarni YouTube kanaliga qo'ya olmayman, chunki bizni bloklab qo'yishi mumkin. Bu rasm videolarni ko'rish uchun Telegram sahifamga o'tib ko'rishingiz mumkin. Ha o'rtoqlar, PDD bularda oldida ip yecholmay qoldi. Qaysidir ma'noda PDD bularda oldida sal bokiraroqmi? Bu Epstein deganlari 500 mingga yaqin bolalarni o'zini oroliga olib borgan va bolalarni $300 sotib olgan deyiladi ko'p xabarlarda. Ular bolalarni zo'rlashgan, keyin esa o'ldirishgan va hattoki ularni pishirib ham yeyishgan. Bu dahshatli vahshiylik. Yana mashhurlar ham Epsteinga sherik. Epstein mashhurlarni, ya'ni pedofillarni yosh bolalar bilan ta'minlagan. Qaysidir ma'noda bu ham dahshatli va qonli biznes. Demokratiya deb hayqirgan Amerikani ahvoli, madaniyatli deb hayqirgan Amerikani ahvoli. Yana bizni ko'p yoshlarimiz o'sha amerikaliklarga taqlid qiladi. Yana eng achinarlisi do'stlar, Steve Hawking doimiy bu orolga borib turgan. Steve Hawking kim desalaring, zamonamizning eng mashhur olimlaridan hisoblanadi. Einsteindan keyin eng asosiy daho hisoblanadi. Ya'ni dunyo tan olgan daho. Jabrlanuvchilarning ko'rsatmalariga ko'ra, Epstein 8 nafar voyaga yetmagan qiz evaziga elita va jahon yulduzlarini chaqirib, ularni jinsiy qullikka topshirgan. Ha do'stlar, dahshatli, jirkanch ishlar aynan o'sha orolda bo'lgan. Ko'pchilikni bir savol qiynaydi. Agar bunday dahshatli narsalarni sir saqlash kerak bo'lsa, nima uchun umuman Epstein fayllari oshkor qilindi? Axir bu davlatni o'zini sindirish degani emasmi? Davlat ichida shunday odamlar borligini, butun tizim shunchalik chirib ketganini va bunday vahshiyliklar bilan shug'ullanishini ochiq tan olgan bo'ladi-ku. Xo'sh, masala nimada do'stlar? Aslida bu ma'lumotlar 10 yillab ochiq holda aylanib yurgan. Doimiy ravishda turli faktlar chiqib turgan. Qandaydir hikoyalar sizib chiqqan odamlar bu yerdan nimanidir noto'g'ri ekanini allaqachon anglay boshlagan edi. Juda ko'p ma'lumotlar bor edi. Jumladan Gollywoodda, Netflixda bularni ko'rishimiz mumkin edi va ko'rib boryapmiz ham. Netflix, Gollywood va yana boshqa va hokazolar olayotgan filmlar, ya'ni dahshatli, qo'rqinchli filmlar biz maroq bilan ko'radigan kinolar janri hayotda ham bo'lar ekan. Ya'ni Epsteinning orolida. Dunyoda shunaqa jirkanch ishlar bo'lganini bilib endi qanday yashayman ekan?
Sirlar oshkor qilish va soyadan chiqish vaqti keldi. Epsteynning qurbonlari. Men juda ko'p azob chekdim. Juda ko'p og'riq tortdim. Men juda ko'p azob chekdim. Men 14 yoshda edim. Men 16 yoshda edim. Men 17 yoshda edim. Men 14 yoshda edim. Bu meni Jeffrey Epsteyn bilan uchrashgan paytdagi holatim. Bu meni Jeffrey Epsteyn bilan uchrashgan paytdagi holatim. Biz taxminan 1000 kishimiz. Haqiqatni soyadan chiqarish vaqti keldi. Zulmat ichiga yorug'lik tushirish vaqti keldi. Siz bilarmidingiz, Epsteyn fayllarida pitsa, muzqaymoq va uzum oddiy ovqat emas, balki maxfiy kod sifatida ishlatilgan. Hujjatlarda pitsa 867 marta tilga olingan. Bu voyaga yetmagan qizlar bilan intim aloqaning kodi. Muzqaymoq 623 marta. Bu voyaga yetmagan o'g'il bolalar bilan intim aloqaning kodi. Uzum esa 265 marta. Bu zo'rlashlar uchun ishlatiladigan kod sifatida ko'rsatiladi. Shu tariqa orol mehmonxonalarining qiziqishlari ochib berildi. Masalan, amerikalik aktyor va komik Bobby Slayton pitsa buyurtma qilgani qayd etilgan. Ya'ni qizlar uchun kod. Ariana Dorichi banker, mashhur sulola vakilasi. Materiallarda u muzqaymoq buyurtma qilgani ko'rsatilgan. Bu esa o'g'il bolalar uchun kod sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, yozishmalarda kimdir Epsteynga juda mazali pitsa uchun minnatdorchilik bildiradi va yosh Justin Bieber tasviri tushirilgan bo'sh likopcha fotosini ilova qiladi. Ha do'stlar, biz shunga o'xshagan kinolar ko'rganmiz. Lekin u kinolar fantastika emas ekan. Hayotda ham bo'lyapti ekan. Agar Epsteynning to'liq ro'yxati internetga chiqarilsa nima bo'ladi? Albatta qaysidir ma'noda ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Sen muxlislik qilgan sevimli aktyorlaring va kumirlaring bir lahzada dushmanga aylanadi. Gollivud to'xtaydi, konsertlar bekor qilinadi. Axloq haqida bizga saboq berganlar ro'yxatdan chiqsa-chi, hokimiyatga bo'lgan ishonch asta-sekinlik bilan yemiriladi. Hukumat iste'foga chiqadi. Bu shunchaki janjal emas, bu zamonaviy madaniyatning oxiri bo'ladi. Ha do'stlar, agar mana shunday videolar sizni qiziqtirsa, albatta obuna bo'ling va izohlarda plus belgisini qoldiring. E'tibor bering, maxfiylikdan chiqarilgan Epsteyn fayllarida u Bill Gates bilan birgalikda 2017-yildayoq pandemiya simulyatsiyasini rejalashtirilgani aytiladi. 3 yil o'tib koronavirus paydo bo'lgach, ko'plar bunda yashirin ma'no, tasodif yoki maxfiy rejalarni izlay boshlagan. Ammo fayllarni chuqurroq kovlasak, virus boshlanishidan oldinroq 65 million o'lim bo'lishi mumkinligi haqida prognoz berilgani tilga olinadi. Agar pandemiya shunchaki falokat emas, balki o'yin qoidalarini o'zgartirish uchun mukammal bahona bo'lgan bo'lsa-chi? Nega Amerika Isroilni shunchalik qattiq himoya qiladi? Men sizga javob beraman. Meni taxminim bo'yicha jumladan va hozirgi bosqichda birinchi navbatda ham Amerika ham Yevropa Isroil uchun jon kuydiryapti. Nega? Chunki orol sotib olingan va Mossad agenti bo'lgan Epsteyn u yerda shunday sharoit yaratganki, bu yerga ushbu davrlarning barcha prezidentlari, barcha milliarderlar, barcha yuqori martabali davlat arboblari kelgan. Ularning barchasi pedofiliya bilan shug'ullangan. U yerda 5 yoshdan boshlab o'g'il va qiz bolalar olib kelingan. Ularni zo'rlashgan, o'ldirishgan. Bularning barchasi videoga yozib olingan va aynan Epsteyn fayllarida saqlangan.
Bu fayllar kimning qo'lida? Isroilning qo'lida bo'lishi mumkin. Albatta bu meni shaxsiy fikrim do'stlar. Hurmatli o'rtoqlar, bugun aniq aytish mumkinki, Jeffrey Epstein atrofida bo'layotgan shov-shuvlar butun dunyoni aqldan ozdirayotganga o'xshaydi. Dunyoni nima, pedofil va satanistlar boshqaryaptimi yoki yo'qmi? Hurmatli do'stlar, hozir biz siz bilan Epsteinning oroldagi uyini ko'rib chiqamiz. Vladimir Putin nima dedi? Ular yillar davomida inson go'shti bilan qorin to'ydirishga, cho'ntaklarini esa pul bilan to'ldirishga o'rganib qolishgan. Ammo endi shuni tushunishlari kerakki, vampirlar bazmi yakuniga yetmoqda. Hurmatli o'rtoqlar, yana shunaqa teoriyalar bor. Epstein proyekt bo'lishi mumkin. Albatta bular hammasi oldindan rejalashtirilgan bo'lishi ham mumkin. Epsteinga aytishgan bo'lishi mumkin. Mana bu senga orol. Sen u yerda Quddusga o'xshab bino qurasan. Bu nima uchun edi? Albatta dinimiz ustidan qaysidir ma'noda kulish va masxara qilish. Chunki eng qadimiy va eng muqaddas joy ana o'sha yer, Quddus. Xullas, o'sha Quddusga o'xshab qurasan va uni ichida vechirinka qilasan. Kannibalizm, zo'rlash, jinsiy aloqalar, chaqaloqlarni o'ldirish, qonini ichish, odamlarni pishirib yeyish. Kamida 3 yoshdan 13, 14, 15 yoshgacha bo'lgan, hattoki 20 yoshgacha bo'lgan bolalar va qizlarni bitta joyga yig'ib, shu joyiga e'tibor bering. Dunyoda insonlarga ta'siri juda ham kuchli bo'lgan odamlar, prezidentlar, mashhurlar, kuchli siyosatchilar hammasini yig'asan. Hattoki Saudiyaning shahzodasi ham. Aynan mana shu yerda bo'layotgan pedofilizmda ularni oldindan yig'ib, bir joyga qatnashtirib, sharmandali holatlarni suratga olib, isbot dalillar yig'ilib, keyinchalik ularning o'zlariga qarshi ishlatilishi oldindan rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Va nima uchun hozir bu ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketdi? Ko'rib qo'yinglar. Sizlarni boshqarayotganni biz boshqaryapmiz degan maqsaddamikan, nima deb o'ylaysizlar? Satanistlar dunyoni boshqarayotganga o'xshaydi. Xullas, bu dunyo aqlsizlikka, tentaklikka, tupizmga kirib borayotganini yaqqol isboti. Hurmatli ota-onalar, farzandingizga tarbiya bering. Ular nimalar qilyapti? Nimalar bilan shug'ullanyapti? Albatta ularga bilim va ilm bering. Trump Epstein haqidagi savollarni fitna deb atadi.
Men haqimda chiqqan yagona narsa bu menga qarshi fitna bo'lgani. Epstein va boshqa odamlar tomonidan uyushtirilgan fitna. Lekin menimcha endi mamlakat boshqa muhim masalalarga o'tsa yaxshi bo'ladi. Masalan, sog'liqni saqlash kabi odamlar haqiqatdan ham qayg'uradigan mavzularga. Siz yaxshi muxbir emassiz. Men sizni 10 yildan beri bilaman. Siz hech kulmaysiz. Siz bundan uyalishingiz kerak. Ha do'stlar, biz yoshligimizda ko'rgan ujes kinolar fantastika emas ekan, hayotdan olingan ekan. Ular chaqaloqlarni qonini ichishgan, ular yosh bolalarni zo'rlashgan va o'ldirishgan. Ular rahim shafqat nimaligini bilishmagan va odamlarni go'shtini shunchaki eng yaxshi ovqat sifatida yeyishgan. Hurmatli o'rtoqlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, shuncha qilgan mehnatimizni qadrlasangiz, albatta bir dona laykingizni va obuna bo'lishni unutmang. Albatta mana shunday ma'lumotlarni yana ko'rgingiz kelsa, mana shu kartalarimizga donat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Abduhalim Birov bo'ldi. Ha, bizda reklamalar juda ham arzon.